aka, mashinani oldin nomiga turtib oldim. Qarab bering, zazorlar ochilib. Aka turtmagansiz, udar bo'lgan-ku, bu yerda серьезный udar bo'lgan. Aka mana o'rta udarlari ham piska bo'lgan, orqa ichi ham yaxshi yopilmayapti. Nima bu? Yo'q, keling. Oldin nomiga turtib oldim, orqadan nima? Siz bilmaysiz, oldi udar orqasiga deformatsiyalar berib yuboradi, o'ynatib yuboradi aka. To'xta. Mana shiverlarni tayinlamaysanmi? Ne baribir qo'yib yuborsan. Kim ko'rib o'tiribdi, ichida turganini hech kim ko'rmaydi, qo'yib yuborib hech qilmaydi. Nexus egasi kelyapti, baribir cho'tki qo'yib qo'ydingmi? Zo'r qo'yib qo'ydim, zazorlarni qarang, cho'tki qilib qo'ydim. Вообще tinni bo'ldi, bor. Nima bu? Ortib qo'ygan klipsalar. 3-4 marta qo'ydim, bab ortib qotib hech qilmaydi. Sepgan banfering sariqroqmi, to'g'ri kelmaydi rangi menimcha. Egasiga nima deysan? Egasiga aytaman, bir quyoshda yurib turing, bir xil bo'lib ketadi deyman. Alo, assalomu alaykum. Ha, aka. Ha, kelyapsizmi? Ha, bolalar qilishyapti. Kelavering, aka, bemalol. Ha, xo'p, bo'pti. Ey, menga qaralaring. Kubul tegasi kelyapti. Bu 3 tesiz. Davay, yugurib. Banferga tashlaring. Qo'lga Albatta ko'ngilga yaqin olmay kayfiyatni ko'taramiz. Bu ko'rsatib o'tgan videolarimiz kimgadir chin, kimgadir hazil. Yaxshi halol ustalarimiz ham ko'p. Zo'r ishini zo'r qiladigan ustalarimiz juda ko'p. Bu videomiz ayrim qo'shtirnoq ichidagi ustalarga tegishli. Shuni bilinglar. Banfer tagida, eshikning orqasida bilinmaydi, yo'q ko'rinmaydi deganinglar bilan egalari balkim bilmas, lekin bizani kuzatib turadigan zot bor. Shuning uchun ishimizni halol qilaveraylik. Kimlarning haqida video ko'rginglar kelsa, xudo xolisa kommentariyaga akkuratni yozib o'tsanglar, ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar. Joningiz sog' bo'lsin. Like, podpiska esdan chiqmasin.